Eshiklarning sifati yaxshi ekan, rossiyskiy. 73,5 ming dollarga 2 xonali новостройка kelganmiz. Ajoyib yangi remontdan chiqqan. Oshxona qismini qarang, juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'ygan. Mana bu yoqda chiroyli qilib stol zona, kuxni mebellariga o'zingiz e'tibor qo'yasizlar. Новостройкаning o'zi навесной balkoni bor. Shundoqqina dvoriga qaragan. Qarang qanaqa chiroyli новостройка, g'ishli 100%, Uchtepa tumani Literaturniyda joylashgan, Art House tomonidan qurilgan Ko'kcha Oqtepa жилой kompleksi bo'ladi. Xo'p, mana bu joyimizda mehmonxona sifatida qoldirilgan. Mehmonxonada ham hamma sharoitlari tayyor. Mana bu yoqda chiroyli qilib mexki zonalari, pardalarni rangini qarang, qanaqa chiroyli turibdi. Bu yoqda esa chiroyli qilib televizor zonasini qilib qo'yishgan. Xo'p, xonadonimizni bir xona bo'lgani o'zi plan bo'yicha 46 kvadratga tushgan, lekin xonadon egalari 2 xona qilib, chiroyli qilib yechim qilishibdi. Ko'rishingiz mumkin, 9 panel shkaflari tayyor holatda turibdi. Bu yog'imizda bo'lsa podyezdga chiqish asosiy eshigimiz. Bu yoqda общий sanuzelimiz joylashgan, совмещенный bo'lib, chiroyli qilib siralkalarigacha tayyor holatda turibdi. 9 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan ushbu xonadonimiz sotilyapti. 73,5 ming AQSh dollari. Kelishadigan joylari bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.